Hazrati Odam alayhissalom jannatdagi taqiqlangan mevani yegach, avratlari ochilib qoladi. Behishda har daraxtdan avrat bo'lish uchun barg so'radilar. Hech qaysisi bermadi. Al-Qissa anjirning qoshiga keldilar. Barg tiladilar. Anjir barg berdi. Satr avrat qildilar. Shu zamon xitob keldiki: "Ey anjir, nima uchun odamga barg berding? Ey bor Xudoyo, bu odam suratini o'zing chiroyli qilib yaratding. Ruhini o'zingdan dam urding. Farishtalarni unga sajda qildirding. Hamma ismlarni ta'lim berding. Muncha aziz qilgan bandangni oxir tashlamassan deb sening hurmatingdan shu bandangning yalang'och yurishini ravo ko'rmadim, avrat bo'sh berdim." Alloh taolo dedi: "Bu qilgan ishing uchun necha dardga davo qildim. Hamma mevadan xo'p bilgil, lekin o'zingcha ish qilganing uchun seni shapatilab keyin yesinlar. O'zga daraxtlarning mevasi gulli bo'lsin, sening mevang gulsiz bo'lsin."